Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo kelar hafta Osiyodagi 3 davlatni ziyorat qilmoqchi. Bu safar Pompeoning Amerika-Xitoy munosabati nacharlashayotgan paytda Amerika bilan Osiyodagi ittifoqlashtirish va sheriklik munosabati o'rtasidagi munosabatni mustahkamlash uchun yapgan muhim ziyorati deb qaralgan. 29-sentyabrda Amerika Davlat ishlar mahkamasining bayonotchisi Ortagos axborot e'lon qilib, Davlat ishlar kotibining 4-oktyabrdan 8-oktyabrgacha Yaponiya, Mongoliya va Koreyani ziyorat qilganligini aytdi. Pompeo Tokiodagi ziyorati jarayonida Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiyadan tarkib topgan 4 tarafli hamkorlik mexanizmining tashqi ishlar ministrlarining yig'ini qatnashidi. Bu mexanizm Xitoyning bexatarlik va iqtisodiy masalalarda o'rtaq taqobil turish uchun yo'l qo'yilgan. Pompeo Tokioda turgan mezgilda yana Yaponiyaning munosabatdagi amaldorlari bilan o'rtaq ko'ngil bildigan masalalar to'g'risida suhbatlashadi. Yaponiyaning yangi bosh ministri Yoshihide vazifaga o'tirganda o'zining sobiq bosh ministri Shinzo Abening Amerika bilan bo'lgan quyuq munosabatni saqlashni o'z ichiga olgan siyosatlarni davomli yo'l qo'ydiganligini bildirgan. Bu Amerika Davlat ishlar kotibining o'tgan yili iyul oyida Tailandni ziyorat qilgandan keyingi tunji Osiyo ziyorati bo'lib, o'tgan bir yilda Amerika bilan Xitoy virusi, Sharq Turkiston Uyg'urlar huquqi, Hong Kongning davlat bexatarlik qonuni va Janubiy Xitoy dengiz qatorliq nurg'un masalalarda keskin jang qilgan. Bu yil iyun oyida Pompeo Xitoyning tashqi ishlar mas'ul amaldori Yang Jiechi bilan Havoyda ko'rishganda ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni pasaytirmay natijasiz bo'lgan.